Assalomu alaykum vatandoshlarim. Assalomu alaykum she'riyat muxlislari. Sizlarni baxt omad tark etmasin deb eshittirishimizni boshlaymiz. Men sizlarga yoshlik chog'imda mashq qilgan bir hajviy she'rimni o'qib eshittiraman. Sizlar like bosing, obuna bo'ling. Sen xunuk emassan, hajviy she'r. Sen xunuk emassan, aldasam o'lay. Chiroyli bo'libsan, qurboning bo'lay. Xunuklik nimadir ulardan so'ra. Yalang bosh, qalam qosh, zumlardan so'ra. Tinglab topmagan qizlardan so'ra. Bir og'iz shirin so'z nondek arzanda. Non yopib non yemas edi pazanda. Qattiq non ushatib yeganman doim. Zolimlarga la'natlar deganman doim. Sen xunuk emassan, aldasam o'lay. Chiroyli bo'laver, qurboning bo'lay. Chiroyli bo'laver, qurboning bo'lay.